Azat bilgan ginderisi. Men adetda kod yazganda logikalik bilikini zim yizib andin tekshirishlarining hemmisini siniy eqilga yazquzitim, elbette bu hazır kim bo'layotgan vibe chodingning mentiqsi bilan biroz zid. Chunki men kipqitim sinaq qilish orqali gerchi siniy eqil bek eqillik bo'lsimu bezi tolimu kesbide inchike yerlarda manga yetmaydiganligini bayqidim, shunga del shuningdek muhim yerlarga bo'libmu bexatarlikka. Banka ve pul ishlemlari yoki finansdagi mashg'ulotlar qatorliqlarga siniy eqilni yaqin yo'latmaydigan bo'ldim, biroq siniy eqilga sinaq yazquzidigan bo'ldim. Buning bilan hech qanday sinaq injenerlariga ehtiyoj ketmaydigan ishlar muhlibek addiylashib men kod yizib tekshirishga topshirib, tsa yollab tmisa qaytadan tsitib tekshirib meselini hel qilib degandek. Baya kod yizib tekshirishga topshirdim. Normalda siniy eqil kodni analiz qilib tekshirib, uning sinaqlarni yizib, sinaqlarning natijasini dokumentlashtirib chetlikka topshirib, uning kod sapasi bexatarlik tekshirishi qatorliqlardan tikizib bir natija chiqquchi az deganda 50 minut ketdi. Shunga ishni siniy eqilga topshirib bir azdem alqach mishkin bilan oynik xili chiqib ketdim. Qaytib kompyuterga qarasam, siniy eqil mening kodimni ajoyib to'g'ri yozibsan deb medxiyelib baxabribdi. Andin sinaq vaqtiga qarasam barliq sinaqlarga paket 3 minutlar ketibdimish. Bir narsa to'g'ri emasligini bayqadimda derhalla sinaqlarga qarasam, siniy eqil burun yozgan sinaqlarning yarimidan ortig'ini chirib tashlabdi. Yana qandaqdir siniy eqil chin 50 necha meslini nurkun hujjatlarni maltilab tipib hel qilib dokulat yozishdan, meslini tipib uni bayon qilgan sinaqlarni chish bekrek ongay kilibdi. Bu xuddi meslini hel qilmay meslini inkos qilganni hel qilgandekla bir ish. Bu sebep bilan siniy eqildan qattiq akhirindim ve siniy eqilning qayda tizimiga yana bir qayda qo'shdim. Hech qanday vaqtda mening ruxsatimsiz sinaq hujjatlarini chishga bo'lmaydi ve qo'llanguchini xosh qilish uchun xoshamet qilishga tiximu bo'lmaydi. Zemcha siniy eqilga xili terbiya qildim. Endi zini biladi deb kitizvatqinimda agent sinaqlarni yizib bo'ldi deb uchur chiqdi. Shuning bilan sinaqlarni qaytadan yirgizdim deb tinkranim qip-qizil bob ketdi. Burun tivatgan sinaqlarmu tmay qoldi. Shuning bilan men qaytadan hem sinaqlarni hem koddan muhim logikalik biliklarini tekshirib boshladim. Qiziq bo'lg'ini mening yozgan kodlarim to'g'ridek qiladi. Demak meselen siniy eqil yozgan sinaqlarda deganimdek siniy eqilga bekrek ching bol deganimda u bilini bekla ching baklivetkindek qandaqdir xiyali bir sinaqlarni yizib, mening kodimning hech qaysisi sinaqdan tmaydigan yerga ekilibdi. Bir urushay dedim likib u bir mehum zat. Her tillashqinimda tokinlar chintligan pul yenilamning, biroq paket chidimay siniy eqil bilan talash tartishga tushdim. Sining xata dedim ve mening logikamning to'g'riligini ve hech qandaq mesele yo'qligini bayon qildim. Siniy eqilmu paket bosh kelmadi u. Dedi sining degining ve qo'llangining ahumning butun 6sidan burunki neshiriga mas kidu, biroq bu projeda qo'llangining butun 8-5 neshiri, sining yozganingdek yozmaydi. Bu neshirida bu funksiyani yizish kerak. Men oylanib gangirab qoldim. Demisumu men eski neshiridagi logika ve qayda bilan yozgan bo'lishim, ingi neshirida bundaq yozilmay qilishi mumkin edi. Uning stiga siniy eqil misollar bilan keltirib zining fikri ve meydanini hech so'yoq bir holatga keltirgan edi. Biroq men yanila adamzat bilan siniy eqilning o'ttirisidagi bu bir jang deb tonudim ve paketlatis bitmaydiganligimni bildirib qo'yish uchun ahumning GitHub iskilatini yerlikka tartib esli kodini o'qib munosabatlik qaydalarini tekshirib chiqdim. Biroq hayron qalqinim, siniy eqil aksidan kip chiqirib degan xiliqi ingiliklar ve ingicha qaylar hech kirmaydi. Demak ularning hammasini siniy eqilmni ingib zining yetganligini to'g'ri deb kirish uchun to'qib chiqargan isbotlar edi. Bu xuddi bir yalxanni ming yalxan bilan ipishga o'xshab qolgan edi. Hey dedim chonqur bir tindim. Hozir yuzda necha % odam siniy eqil nima desa ishonmay, uning yetgan deganlarini kitobli boshqa resmi materiallardan tekshirib, dalillab andin qabul qiladi ekan. Demak hozirgi bu zamonda tarix bizdek bichora xalqning qo'lida emas, balki texnikada ve pendekchilik xalqlarning qo'lida ekan. Ular halisa tarixni yozib, chirib zigertib, halisa kishilarga zahaqshi ve maqsad muddiyasi bilan uchur teminlab, silishi dialogidan chiqmay turibla ularning mingisini zaharlaydigan yoki uyalaydigan.